necha pul desak. Dinozavrcha boshlanishi ekan aka. Chiqib dinozavrcha deyishadi. Matiz chiqdi desa dinozavrcha chiqdi deyishadi. 20 so'rayman aka. Yo'q, qarang. Bu agar generalni chiqsa, generalni chiqatgan qilib savdo qiladim. Generalni chiqmasa qiyin aka. Ishoning 7 million dokument ketadi. Hamma biladi. To'g'ri, olgan odam nomi bo'lgani yaxshi, lekin ishoning mana bu o'tganlar olib-sot qila olmaydi. 90% da. Hammasi aka o'ziz ham mana shuni olib-sot qilib nima olmagansiz? Ya men o'zi Toshkentdan so'rashni olganda, bu o'zi ko'p ham olganim yo'q. Olganim bo'lsa bir 2 oy bo'ldi olganimga. Yo'q, shu xo'p olib-sot qila olmagansiz. Nima olib-sot qila olmagansiz? Pul bo'lmagan. Otangizga rahmat. Ana shu yerga xuddi o'zidek odamlar o'tiribdi-da. Necha pulga oldingiz? 15 million oldingiz. 20 ming oldim da. O'zi olishingiz o'zi rahmatli bo'lgan ekanda buni. Misol men buni ishoning 15 million olaman generalni chiqsa. Eng pataloq olgan narxim bo'ladi. Generalni chiqsa, men 15 millionga olib qolaman. Eng pataloq narx bo'lgan bo'ladi o'shanga. Lekin afarnima bo'lsa, aka buni narxi ishoning bersangiz 10 millionga olib qolaman. Realni ko'ringda. 10 million bo'lsa olaman aka, kim olsa men 500 ming qo'yaman, olgan odamga 18 million bo'lib o'tadi. Bir marta xo'p dedi bu. Magar mayli aka, qo'lni bering, ismingiz nima edi? Jahongir aka, martga keling. Bo'ladigan bo'lsa aka, mayli, bari peshonamda. Hozir qolib ketdi o'zimga. 11 million berib olib qolaman. Kim olsa 11,5 sotaman, 12 sotib ham bo'lmaydi aka. Yo'q, bir marta olsa olishga olaman, hech kim olmaydi. Men beraman-ku pulini. Uni keyin qachon sotaman? Olib sotib bo'ladi aka. 11 million so'm naqd pul beraman. 500 ming so'm qo'yib sotaman shu mashinani ustiga. 12 olmaydi aka, 12,5 bo'ladi. Olgan odamga 20 million bo'lgan bo'ladi. 14 so'radi, просто bayaga o'shana kishi sal nimasi bitmay qoldi-da. Ya, endi gen chiqsa, men aytdimga, gen chiqarib bering, 15 million olaman deyapman. Mana martga kelanman aka. 12 olmaydi aka. Bitta nima qildi? Xo'p dedi, bir marta. Ya, olsa qana aka. Endi men kuyishim naturada o'zi xalq uchun ishlayapman. Meni kuyishim natura aka. Hamma joyi ishlab turibdi. Men chunki katta pulga ishlamayotganim hamma ko'rib turibdi. Просто o'zimiz Moskvaga ketadigan bo'lib turibmiz, shunga sotilyapti. Bo'ldi aka, martga 11 million 500 beraman, 12 men sotaman aka. Aqlim yetmaydi menga. Xafa bo'lmaydi akalar. To'g'ri kelsa 11 million 500 bering, 12 million deb qo'yaman shuni. Kim olsa olsin mayli aka. Faqat Jahongir aka ko'ngilni endi to'q qilib rozi bo'lib bering. Siz ziyon ko'ryapsiz, lekin rozi bo'lib bering. Bo'lsa 11,5 millionga bo'lsa bering, 12 million sotaman. Yo'q aka, yo'q, imkonim yo'q. To'g'ri tushuning. Hozir o'ylamang, odam o'rab turibdi deb, gap o'rab turishga emas. Holati, ha. Holatga nisbatan yiliga nisbatan har tomonlama ideal narx so'radim. Jahongir aka, yo'q aka, qaranglar. Xursand bo'ling, shag'iga ham xursand bo'ling aka. Ishoning, shag'iga ham xursand bo'ladigan savdo bo'ldi. Noto'g'ri savdo bo'lmadi bu yerga. Siz xursand bo'ladigan savdo bo'ldi. Chin-chinaga gapiraman aka. Yolg'onchakisizda. Faqat to'g'ri keling. Men mayli 12 million men sotaman, 11,5 million naqd pul berib qolaman sizlar. Bon barakas. Bon barakas. Barakas. Xo'p, abzorini aytib o'tib ketaman. 2002 Matiz yurgan endi noma'lum bo'lsa kerak. Yurganini aytilmaydi. Suyaklari butun, bitta mana shu tomondan tayoq yegan. Arqalari yaxshi ekanmi jammaga? Arkasi ham sal ko'tadan tegan turibdi. Ha, ichga kirib ketmagan. Kirganimiz turibdi taxtadan. O'zi detal almashmagan. Detal almashmagan o'zi. Endi aslida bo'lgan, kim olsa 12 million so'm olib sotdi bular. 12 million so'm. Lux Miskani sani. Ko'ringlar.